Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, Kazakov TV kanaliga xush kelibsiz. Bugungi videomizda Qish san'atasining ko'plab romantik sahnalari suratga olingan Nami oroli haqida gaplashamiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Qani unda biz boshladik. 내게 올 수 없을 거라고 이젠 그럴 수 없다고 제발 그만하라고 나를 달래지 정말 잊어버리고 싶어 다신 볼 수 없다면 나를 잡고 있는 너의 모든 것 Bugun Janubiy Koreyaga sayohat qiladigan ko'plab xorijiy sayyohlar uchun Nami oroli alohida ahamiyatga ega. Ayniqsa, Qish san'atasi serialini ko'rganlar uchun bu joy oddiy sayyohlik maskani emas. Chunki bu yerda Yujin va Jungsangning sevgi hikoyasidagi eng esda qolarli sahnalar suratga olingan. Ammo Nami orolining bugungi mashhurligi har doim ham bunday bo'lmagan. 2002-yilgacha orol asosan mahalliy sayyohlar dam oladigan, o'zining go'zal tabiati, daraxtzor yo'llari va sokin muhiti bilan tanilgan maskan edi. Xorijiy turistlar oqimi esa nisbatan kichik bo'lgan. Vaziyat Qish san'atasi teleseriali suratga olinishi va uning Janubiy Koreyadan tashqarida namoyish etilishi bilan keskin o'zgardi. Serialdagi romantik voqealar, qor bilan qoplangan daraxtlar, uzun yo'llar va Nami orolining sokin manzaralari tomoshabinlarda katta taassurot qoldirdi. Serial Koreyada muvaffaqiyat qozonganidan so'ng Yaponiya, Tayvan, Xitoy va boshqa Osiyo mamlakatlarida ham mashhur bo'la boshladi. Natijada tomoshabinlarda serialda ko'rgan joylarni o'z ko'zlari bilan ko'rish istagi paydo bo'ldi. Tadqiqotlarda Nami oroli Qish san'atasi ta'sirida shakllangan eng muhim ekran turizmi maskanlaridan biri sifatida qayd etiladi. Buning natijasini turistlar sonidagi o'zgarishlarda ham ko'rish mumkin. 2002-yildan keyingi davrda Nami oroliga tashrif buyuruvchi xorijiy sayyohlar soni juda tez o'sdi. Ayniqsa 2003-2005-yillar oralig'ida xorijiy turistlar oqimida keskin o'sish kuzatildi. 3 yil ichida orolga 100 minglab xorijiy sayyohlar tashrif buyurdi va 2005-yil eng yuqori ko'rsatkichlardan biriga aylandi. Tadqiqotlarga ko'ra, 2003-2005-yillarning o'zida Nami oroliga 674 mingdan ortiq xorijiy sayyoh tashrif buyurgani qayd etilgan. Bu jarayonda Yaponiyaning o'rni ayniqsa katta bo'ldi. Qish san'atasi 2004-yilda Yaponiyada namoyish etilgach, yaponiyalik muxlislarning Nami oroliga qiziqishi keskin oshdi. Keyinchalik Tayvan va boshqa Osiyo davlatlaridan keluvchi sayyohlar oqimi ham keskin kuchaydi. Masalan, 2005-yilda Tayvan va Yaponiya Nami oroliga eng ko'p turist yuborgan mamlakatlar qatorida bo'lgan. Qish san'atasi qish faslining go'zalligini serialning muhim qismiga aylantirgan edi. Shu sababli tomoshabinlarda Nami orolining aynan qishdagi ko'rinishiga alohida qiziqish paydo bo'ldi. Tadqiqotlarda ham qish oylarida xalqaro turistlar soni boshqa ayrim fasllarga qaraganda ancha yuqori bo'lgani qayd etilgan. Ya'ni serial nafaqat ma'lum bir joyni, balki o'sha joyning ma'lum bir fasldagi obrazini ham turistik mahsulotga aylantirdi. Albatta, turistlar oqimi keyinchalik biroz pasaydi. Bunga Qish san'atasining dastlabki shov-shuv kamayishi va 2008-yildagi jahon moliyaviy inqirozi kabi omillar ham ta'sir ko'rsatgan. Lekin eng muhimi Nami oroliga bo'lgan xalqaro qiziqish yo'qolib ketmadi. 2009 va 2010-yillarda xalqaro turistlar oqimi yana tiklana boshladi. 2010-yilga kelib orolga jami 2 milliondan ortiq tashrif qayd etilgan bo'lib, ularning qariyb 300 ming nafari xorijiy sayyohlar edi. Demak, Qish san'atasining Nami oroliga ta'siri faqat serial namoyish etilgan davr bilan cheklanib qolmadi. Aksincha, serial Nami orolining xalqaro turistik brend sifatida shakllanishiga turtki berdi. Bu jarayon ekran turizmi deb ataladigan hodisaning yaqqol misolidir. Ya'ni odam avval film yoki serialni ko'radi, keyin undagi joylarga qiziqadi. Keyinchalik esa o'sha joyga borib, ekranda ko'rgan manzaralarini o'z ko'zi bilan ko'rishni xohlaydi. Nami orolida aynan shu jarayon sodir bo'ldi. Qish san'atasi Yujin va Jungsangning sevgi hikoyasini millionlab tomoshabinlarga yetkazdi. Nami oroli esa bu hikoyaning haqiqiy manziliga aylandi. Bugun orolga keladigan sayyohlar mashhur daraxtzor yo'llardan yuradi, serialdagi sahnalarni eslaydi. Suratga tushadi va o'zlarini bir lahzaga Qish san'atasi hikoyasining ichida his qilishadi. Shuning uchun Nami orolining turizm tarixini faqat chiroyli tabiat yoki yaxshi tashkil etilgan turizm bilan izohlash qiyin. Bu tarixda bitta teleserialning roli juda katta.
Qish san'atasi Nami orolni shunchaki suratga olish maydonchasidan xalqaro turizm ramziga aylantirdi va bu hikoya bugungi Koreya turizmi uchun ham muhim saboq beradi. Ba'zan bitta film yoki teleserial butun bir hududning dunyo xaritasidagi o'rnini o'zgartirishi mumkin.